أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Meni kanalimni kuzatib boruvchi aziz muxlislar. Bugun men sizlarga Rajab oyining kirish haqida ma'lumot bermoqchi bo'lyapman. Xudoyimga hamd va sanolar bo'lsin. Barcha payg'ambar alayhissalomlarga durud va salovatlar bo'lsin. Xususan Habibim payg'ambarimiz, sevimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlar, salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Azizlar, bugun kechqurundan Rajab oyining ro'zasini tutishni niyat qilganlar uchun turishlari mumkin. Bugun shunday muborak oylardan biri Rajab oyi kirishmoqda. Bu oyda 3 kun ro'za tutib, niyatlar qilib, Allohdan duolar qilish juda xosiyatli sanaladi. Ulamolarimizdan tajribalar bo'lgan, hadis shariflarda keltirilgan bu haqida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan sahih hadislar bor. Bu Rajab oyining xususiyatlari haqida, bunda ro'za tutmoqlikda qanchalar yaxshiligi haqida. Shuning uchun imkon qadar harakat qilamiz. Shu Rajab oyida ro'zalar tutib, Allohga tahajjudlarga turib duolar qilmoqlik juda ham yaxshi fazilatlarga ega, duolarimiz ijobat bo'lishiga vasila bo'ladi inshaalloh karim. Alloh juda mehribon. Har birlarimizni qilgan ibodatlarimizni Alloh dargohida qabul qilsin, doim duo iltijolarimizni ijobat qilsin. Barcha mushkulotlari borlarda qatorida Alloh bizlarning ham mushkullarimizni oson, hojatlarimizni doim ravo qilsin. Duolar qilamiz ilohim. Alloh o'zi mehribonchiligini bizlardan darig' tutmasin. Xo'sh, bugun men sizlarga shu Rajab oyida o'qiladigan judayam yaxshi bir duo haqida ma'lumot bermoqchi bo'lyapman. Xususan o'zim bu duodan juda ko'p foydalanaman. Bu yil menimcha 3 yil aytdim-da shu duoni. Bu yil aytsam xudo xolisa 4-yil bo'ladi. Bu duoning men foydasini bildim. Ikki dunyomiz uchun ilohim foydali bo'lsin avvalambor. Lekin shu duoni aytganimda Alloh barakasini bergan Ramazongacha. Yaxshi niyatlarimga yetganman, orzularimga yetganman. Shuning uchun shu duoni ham juda ham yaxshi ko'raman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Ramazongacha og'izlaringdan qo'ymasdan ana shu duoni aytib yuringlar. Bu qaysi duo mana? Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma barik lana fi Rajabin va Sha'ban va ballighna Ramazon. Osongina ana shu duo. Buni ma'nosi Allohim Rajab va Shabon oylarida bizlarga baraka bergin va Ramazonga chiroyli holimizda yetkazgin. Ya'ni buni ma'nosi shu ekanda, Rajab oyida, Shabon oyida barakotlar, yaxshiliklar berib, Ramazonga xuddi shu barakotlaringni, yaxshiliklaringni ziyodasi bilan yetkazgin degan ma'noni bildiradi. O'zi ma'nosidan ham ko'rinib turibdi, rosa yaxshi duo bu. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shu duoni Rajab oyi kirishi bilan Ramazongacha to'xtatmay aytib yurishgan. Bu duoni qachon aytish kerak? Men misol uchun buni qay vaqti bo'lsa aytsangiz bo'laveradi. Tahoratlimisiz, tahoratsizmisiz, yo'llarda yurganingizda, ishxonalarda tilingizga kelganda shu kalimalarni zikrlay qilib, mana shu duoni ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi o'sha zikrlar ichiga. Va lekin men ko'proq farz namozimdan keyin qaysi namoz bo'lsa ham shu 5 vaqt namozni farzi bo'ladi. Misol uchun peshinda 4 rakat farzi. Asr o'zi 4 rakat farz. Shomda 3 rakat farzi, bomdodda 2 rakat farzi. Shu har namozni farzidan keyin duo zikrlarimni qilib, shuni qatoriga duo zikrlarimni qilib tugatib bo'lganimdan keyin yana alohida bir marta Fotiha surasini o'qiyman-da, 3 marta Ixlos surasini o'qib turib, orqasidan ana shu duoni qo'shib o'qib Xudodan so'rab yuraman. 3 yildan men shunaqa qilaman. Rosa yaxshi duo bu. Tavsiya qilaman, sizlar ham imkon boricha tillaringdan qo'ymasdan Ramazongacha ana shu duoni aytinglar. O'zlaring ham ko'rasizlar qanaqa barakot, mo'jizalar berishini. Avvalambor har bir o'qigan duolarimiz ikki dunyomizni saodati uchun xizmat qilsin ilohim. Barchalaringga sog'lik, salomatlik tilayman.
Mana bu qorlar hammamizga yaxshiliklar keltirsin. Allohning mo'jizasini ko'rib subhanalloh deb o'tiribman-da hozir. Judayam chiroyli. Allohu akbar. Sog' salomat bo'linglar. Yana ko'rishguncha, uchrashguncha, so'zlashgunimizcha xayr, sog' bo'linglar.